Assalomu alaykum barchalarning o'rtoqlar. Bugun haftaning yakshanba kuni, bilasizlar, oxirgi marta juma kuni yukimizni tashlagandik. O'sha bo'yicha hali yotibmiz, yuk yo'q. Yuk chiqmadi. Mana uni to'g'latishimiz kerak. Buni almashtirishimiz kerak. O'zimiz almashtiramiz. Mana suv sotib olsak bo'ldi. Buni saldor qilamiz. Mashinada bir mo'yka qo'yishimiz kerak. Mashina ahvoli rasvoy. Ustunda ketdik sizlar bilan birgalikda mo'ykaga. Let's go. Xo'p do'stlar, mana trak vashga ham yetib keldik. Endi o'ng tarafda turaymi, chap tarafda turaymi bilmadim, ko'ramiz. Qaysi birinchi yursa o'shanda turamiz-da. Xo'sh. Bir gap bo'lar, qani ichkariga boraveraylik chiqing. Xo'p o'rtoqlar, mana o'chirtimiz ham yetib keldi. Mana trakchi ketyapti, oldindagi trak bo'shatyapti. Endi biz kiramiz. Endi bizni yuvishga nima qiladi, chaqiradi. Endi biz kiramiz. Bizning navbatimiz keldi. Ana bizda ham chaqirishdi, ketdik unda ichkariga. Motorlarni ham yurdirishimiz kerak. Kiramiz ichkariga, mo'ykaga. Mashinamizni, toychog'imizni bir mo'yka qildiraylik. Olganimizni berib mo'yka qilganimiz yo'q. Bizning nomimizga o'tgandan beri o'shanga motorlarni bir yurdirishim kerak. Kecha yaqinda antifrizlar to'kilib, boshqa bo'lib, hech nima bo'lmagandi. O'shanga hozir bu birat qani keldik, bo'ldi. Mana o'rtalar yuvishni boshladi. Sovuq. Motorlarni ham yutiryapmiz. Bo'la hamma yoqni yuvursak, chiroyli qilib. Va ichkarida olardimi, bo'lsa silishim shovqin, ovoz eshitmaydi-da. Mana o'rtoqlar, ichiga ham kirib oldik. Yana o'shanday suv quyapti. Yonlardan suv sepayapti, bu yerdan tepadan suv quyapti. Xullas, motorlarni yuvdirdik, hamma joy top-toza bo'ldi. Endi bitta suv quyib yubordimi? Bo'ldi, shu bilan ketamiz. Tashqariga chiqib bitta obzor qo'raman. Yo'l bo'lgandan keyin motorlarni ko'rsatib, ochib. Mana o'rtoqlar, motor qismini ham ochib oldik. Bilasizlar, oxirgi marta antifrizlar to'kilib boshqa bo'lganda o'shalarni bir yuvdirib oldim-da, toza bo'lsin deb. Xo'sh. Yana nima? Antifrizlar joyida, yog'lar joyida ko'rdim. Nar tarafini ham ko'rsatay hozir. Xo'p, mana bu tarafi mana ko'rib turibsizlar, top-toza. Bunday qilsam yaxshiroq bo'ladimi? Uzoqroq qilsam yaxshiroq bo'ladimi? Hamma joy top-toza, mazza. Endi zakaz chiqsa bossak-da. Qaranglar, nimalar ham qop-qora o'tibdi. Endi zakaz chiqib bersa bitta, shu yerga zakaz chiqib bersa, shu bilan bosa-bos, chopa-chop gazini bosamiz o'rtoqlar. Oyoqlargacha ham yurdi, oyoqlargacha qarchilasyapman. Toza qilib yuvib berishdi. Qo'llarga kattakon rahmat qilaman. Endi bo'ldi, kapotini yopsak, shu bilan yuk chiqishini kutamiz endi o'rtoqlar.